Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Selamu aleyküm rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Taala'nın xalışı bilen dersimizni davamlaştırımız. Allah Taala barçamızga faydalı ilim bersin. 12-ci hərf sin hərfi. Sin hərfinin yalğız turganda yazılışı moşu görünüşdə boldu. Sözün beşida söz oturisi ve söz ahırda moşu görünüşlerde yazıldı. Sin harfi inç harflerinin qatarından bolup, onu biz hareketler bilen okugan vaqtimizda inç qilib o'qiymiz. Birinchi fatha bilan o'qiydigan bo'lsak, sin harfining ustiga fathani qo'yamiz va uni o'qiganda sa deb o'qiymiz. Ikkinchi kasra bilan o'qigan vaqtimizda sin harfining ostiga kasrani qo'yamiz, o'qiganda si deb o'qiymiz. Uchinchi damma. Sin harfining ustiga dammani qo'yamiz, o'qigan vaqtimizda su deb o'qiymiz. Sa, si, su. 13-ci hərf shin harfi. Shin harfining yazılışı sin harfiga o'xshaydi, faqat ayirmachiligi ustida 3 tal chekit bo'ldi. Yalg'iz turganda yazılışı mushu ko'rinishda. So'zning beshi, so'zning o'tirisi va so'z oxirida mushu ko'rinishlarda yozildi. Shin harfini harakatlar bilan o'qiydigan bo'lsak, shin harfi bu inch harflarning qatoridan bo'ldi. Fatha bilan o'qiydigan bo'lsak, shin harfining ustiga fathani beramiz va o'qigan vaqtimizda sha deb o'qiymiz. Ikkinchi kasra bilan o'qiymiz. Buning uchun shin harfining ostiga kasrani sizmiz, o'qiganda shi deb o'qiymiz. Uchinchi damma. Shin harfining ustiga dammani qo'yamiz, o'qiganda shu deb o'qiymiz. Sha, shi, shu. 14-ci hərf sod harfi. Sod harfining yalg'iz turganda yazılışı bu ko'rinishda bo'ldi. Söz beshi, söz o'tirisi, söz oxirida mushu ko'rinishlarda yozildi. Sod harfi qalin harflarning qatoridan bo'lib, uni biz harakatlar bilan o'qigan vaqtimizda qalin qilib o'qiymiz. Fatha bilan o'qiydigan bo'lsak, sod harfining ustiga fatha belgisini qo'yamiz, o'qiganda so deb qalin qilib o'qiymiz. So. Kasra bilan o'qiymiz. Sod harfining ostiga kasrani qo'yamiz, o'qiganda si deb qalin qilib o'qiymiz. Damma bilan o'qigan vaqtimizda sod harfining ustiga dammani qo'yamiz, o'qiganda qalin qilib su deb o'qiymiz. So, si, su. Biz s harfining 3 turini o'tdik. Birinchisi fa harfi, ikkinchisi sin harfi, uchinchisi sod harfi. Bu harflarning ayirmachiligi ularning aytilishida. Fa harfi bu suratga qaraydigan bo'lsak, yuqorqi va tuvanki tishlarimizning uchi tilimizning uchiga tegib turdi. Ya'ni til uchining yuqorqi tishlarining uchiga tegishi orqali chiqdi. Bu sirtidan qaragandagi ko'rinishi. Mushu o'rin orqali fa va lo harflari chiqdi. Ikkinchi sin harfi. Sin harfi bu suratga qaraydigan bo'lsak, tilimizning uchi mana tuvanki tishimizning tuvan tarafiga tegib turdi. Ya'ni tilning uchi tuvanki tishning tuvan tarafiga tegish orqali chiqdi va u inchik bo'lib o'qildi. Uchinchi sod harfi. Sod harfi mu tilimizning uchi tuvanki tishimizning tuvan tarafiga tegish orqali chiqdi. Endi sin harfi bilan sod harflarining ayirmachiligi, sod harfida men tilimizning kayniga qaraydigan bo'lsak, uni orliq sal yuqori ko'tarilib, tanglimizga yaqin turdi. Sin harfida bu orliq tuvan bo'lib turdi va sin harfi inchik bo'lib o'qildi, sod harfi qalin bo'lib o'qildi. 15-ci hərf dod harfi. Dod harfining yazılışı sod harfiga o'xshaydi, ayrimchiligi ustida bir chekit bo'ldi. Dod harfining yolg'iz turganda yazılışı mushu ko'rinishda, so'z beshi, so'z o'tirisi, so'z oxirida mushu ko'rinishlarda bo'ldi. Dod harfi qalin harflarning qatoridan bo'lib, uni biz harakatlar bilan o'qigan vaqtimizda qalin qilib o'qiymiz. Dod harfini fatha bilan o'qiydigan bo'lsak, dod harfining ustiga fathani qo'yamiz va o'qiganda do deb qalin qilib o'qiymiz. Kasra belgisi bilan o'qiydigan bo'lsak, dod harfining ostiga kasrani qo'yamiz, o'qiganda doy qilib qalin qilib o'qiymiz. Uchinchi damma bilan o'qiymiz. Shu chaqda du bo'ldi. Do, doy, du. Endi biz d harfining ikki turini o'tdik.
Birincisi dal harfi, ikkinchisi bugun o'tganimiz do harfi. Dal harfi bilan dot harfining ayrimchiligi ularning aytilishida. Dal harfi. Dal harfi til uchining yuqorqi tish bilan milik qo'shilgan yerga tegish orqali chiqdi. Ya'ni bu bizda yuqorqi tishlarimiz bo'lgan bo'lsa, mana shu yuqorqi tishlarimizning tuvi tarafiga tilimizning uchini tekizib chiqaramiz. Mana bu teshidin qaragandagi ko'rinishi shunday bo'ldi. Dot harfi tilning chetini yuqorqi eg'iz tishlarga tekizib ajratish orqali chiqdi. Ya'ni mayda qaraydigan bo'lsak, bu bizning yuqorqi tishlarimiz bo'lgan bo'lsa, tilimizning bu chetini mana shu eg'iz tishlarimizga tekizib ajratilgan bo'lsak, dot degan harf chiqdi. Dot, do, di, du, dal, da, di, du. Dal harfi inchik o'qildi, dot harfi qilin o'qildi. Mana bilan bugungi darsimiz oyoqlashdi. Alloh taolo barchamizga foydali ilm bersin. Alloh xolsa qolgan harflarni keyingi darsda davomlashtiramiz.